2014-yildan beri 8 million venesuelalik mamlakatni tark etdi. Bu Lotin Amerikasi tarixidagi eng katta migratsiya inqirozi va Suriyadan keyingi dunyo bo'yicha ikkinchi yirik ko'chish hodisasi hisoblanadi. Har kuni taxminan 2000 kishi ketmoqda, davlatni tark etadi. Bu raqam hozirgacha davom etmoqda. Chap tomondagi xaritaga qarasak, odamlar asosan qo'shni mamlakatlarga ketgan. O'ng tomondagi jadvalda to'pon qabul qiluvchi davlatlar, ya'ni o'sha aholini ko'chib o'tayotgan davlatlar. Kolumbiya 208 million aholi ketgan, Peruga 107 million, AQShga 987 ming, Braziliyaga 732 ming, Chiliga 669 ming va boshqalar. Pastdagi sof migratsiya jadvaliga e'tibor bersak, 2018-yilda eng yuqori ko'rsatkich -1,335,602, ya'ni bir yilda 1,3 million kishi chiqib ketgan. 2024-yilga kelib bu raqam -105 mingga tushgan. Bu ijobiy tendensiya hisoblanadi, lekin ketish hali ham davom etyapti. Davlatdan chiqib ketyapti aholi. 789 million migrantning 4,5 millioni muayyan huquqiy maqomga ega, 2 million esa hujjatsiz, davlatdan noqonuniy va boshqa davlatga noqonuniy kirishgan. Ularning asosiy muammolari shu: rasmiy ish topishda, turar joy va boshqa sug'urta himoyalariga ega bo'lmaganligida. Bu oddiy raqam emas. Shu millionlab inson shu davlat tark etyapti. Odamlarni ko'pchiligi yosh, malakali, ta'lim olgan hisoblanadi. Ana ular mamlakatda malakali shu ishchilarni chiqib ketishi oqibatida tiklanishini sekinlashtirishiga sabab bo'lyapti. Ular ham lekin o'zini shu bilimini, o'zini kadrligini, inson kuchini, resursini qadrlanishini xohlashadi. Venesuela bojxona va soliq tizimi. Venesuela soliq tizimi Senat nomli idorasi tomonidan boshqariladi. Asosiy soliq turlari daromad solig'i, HQS, boylik solig'i, moliyaviy operatsiyalar solig'i va pensiya himoyasi solig'i. Jismoniy shaxslar uchun maksimal daromad solig'i 34%, progressiv tizimda ishlaydi. Neft kompaniyalari uchun esa alohida 50% stavka belgilangan. O'ng tomondagi grafikda ko'rsak, savdo soliqlari tariflari 2018-yilda eng pastga tushib, 2020-2021-yillarda keskin o'sib ketgan. Bu inqiroz davrida hukumatni byudjet to'ldirish uchun shu urinishlar hisoblanadi. Bu paytda soliq tariflarini oshirish tufayli davlat o'z byudjetini to'ldirib olishga harakat qilgan. Hop, soliq birligining qiymati unidad tributariyaga, ya'ni inflyatsiyaga qarab yangilanadi. 2022-yilda 0,4 bolivar, 2023-yilda 9 bolivar, 2025-yilda 43 bolivar. Bu raqamlarning o'zi inflyatsiyaning qanchalik dramatik bo'lganini ko'rsatadi. Hop, ish beruvchilar uchun qo'shimcha yuk ham bor. Alohida soliq ish haqi fondining 2%, INSEE kasbiy tayyorgarlik institutiga yo'naltiriladi. 2024-yilda esa ish haqi va mukofotlarning 9%, ijtimoiy pensiya himoyasiga to'lanadigan bo'lgan. Yuqori soliq yoki xususiy tadbirkorlik yanada qiyinlashtiradi. Bu soliqlarning ko'payishi tadbirkorlarning kirishini kamaytiradi. Hop. O'ng tomondagi jadvalda ko'rsak, bu bojxona tizimidagi import tariflari tizimi hisoblanadi. Hashamatli tovarlar uchun 15%, standart import tovarlar uchun 16%, oziq-ovqat va tibbiyot uchun 8% yoki to'liq ozod qilish imkoni mavjud. Bojxona CIF usulida ishlaydi. Tovar qiymati sug'urta va yuk tashish yig'indisidan hisoblanadi. Misol qilsak, $10,000 tovar uchun boj va QQS bilan jami $3,846 to'lanadi. Bu tovar qiymatining 38%ni tashkil qiladi. Hop, 2018-yildan boshlab hukumat ba'zi tovarlar uchun imtiyozlar bergan, lekin asosan davlat korxonalaridan foydalanadi, xususiy sektor emas. Bu imtiyozdan davlat korxonalari ishlatadi. Xususiy sektorlarga esa bunaqa imtiyozlarni taqdim etmagan. Bu esa shu tadbirkorlik, xususiy investorlar yoki boshqa xususiy tadbirkorlarning kirishini cheklaydi. Hop, davlatdagi investitsiya muhiti. Investitsiya muhiti bu mamlakatda shu iqtisodiy jihatdan ko'taradigan eng muhim omil hisoblanadi. Venesuelada bu judayam yomon, chunki bu davlatga investorlarning kirishi judayam kam.
Pastdagi jadvalda ko'rish mumkinki, kiruvchi FDI, ya'ni xorijdan kiruvchi investitsiya miqdori dinamikasi 2022-yilda 2,34 milliard dollar, nisbatan yaxshi. Lekin 2023-yilda esa atigi 13 million dollar. 10 yillikdagi eng past ko'rsatkich ushbu yilda ko'rsatilgan. O'ng tomondagi grafikda bu tushish yaqqol ko'rinadi. 2023-yilda ustun deyarli nolga tushib qolgan. 2024-yilda esa 1,63 milliard dollarga yana qaytgan. Bu juda katta o'sish, ya'ni 12.458% o'sish hisoblanadi. Lekin bu baland foiz pastki bazadan kelib chiqib hisoblangan, ya'ni 2023-yildagi miqdorning pastligi tufayli. Hop, nima uchun ushbu mamlakatga investorlar kirib kelmaydi? Javob o'ng tomondagi repressed deb ko'rsatilgan qizil maqom orqali javob berish mumkin. Ya'ni 184 ta mamlakatdan 174-o'rinda turadi. Pastki grafikga e'tibor bersak, mulk huquqlarini 0 himoya qilish 0,7 ball hisoblanadi. Pul erkinligi 0 ball, investitsiya erkinligi 0 ball. 0, 0, 0. Bu investorlar uchun eng qo'rqinchli signal. Bu hududga umuman kirishni xohlashmaydi. Hop, amalda o'zi davlatda nima bo'lgan? General Motors, Exxon Mobil, Kimberly-Clark, Kellogg's, Delta Airlines bu kompaniyalarning ro'yxati uzun bo'lgan. Avval juda ham ko'p kompaniya bu yerda kirishgan. Barchasi bozordan chiqish uchun aktivlarni arzon sotgan va shunchaki davlatdan kompaniyasini tashlab chiqib ketgan. Hozir 150 ta transmilliy kompaniya davlatda qolgan, lekin aksariyati ishlab chiqarishni davlatgacha qisqartirgan. Asosan boshqa davlatlar ishlab chiqarib, bu mahsulotini shu yerda faqatgina tarqatish bilan shug'ullanishadi. Hop, bunga asosiy sabablar aytib o'tganimizdek, xususiy mulk huquqlarini buzilishi, valyuta nazoratini yaxshi emasligi, milliylashtirish xavfi va port tizimining samarasizligi. Korrupsiya indeksida 178-o'rin. Investorlar bunaqa muhitga pul tikishdan har doim qo'rqishadi. Chunki korrupsiya uchun ham ancha katta miqdorda pul ketib qolishini bilishadi. Davlatda tizim yaxshi rivojlanmaganligini bu ko'rsatadi. Shu investitsiya muhitini yaxshilamaguncha, tiklamaguncha iqtisodiy o'sish faqat neftga bog'liq bo'lib qolaveradi. Shu qo'shimcha qiymat yaratish uchun, ishlab chiqarish uchun tadbirkorlar kirishi kamayadi. Hop, transport infratuzilmasi. Venezuela transport infratuzilmasi shu ko'rish mumkinki 96,000 kilometr yo'l, 400 kilometr temir yo'l, juda ham kam, 7100 kilometr suv yo'llari, 281 ta port va 95 ta aeroportdan iborat. Ko'rsatkichlar shu Janubiy Amerika qit'asidagi o'rtacha darajadan ham past. Chap xaritaga qarasak, yo'l tarmog'i asosan shimoliy qismda joylashgan. Rasmiy jihatdan Venezuela Lotin Amerikasida eng ko'p qoplangan yo'llarga ega. 60% qoplangan, asfaltlangan, qoplamaga qilingan. Lekin barcha yuklarni 98% yuk mashinalari orqali tashlaydi. Temir yo'l deyarli umuman mamlakatda yo'q. Juda ham kam miqdorda. O'ng tomondagi temir yo'l xaritasiga e'tibor beradigan bo'lsak, juda kam va tarmoqlanmagan. Boshqa mamlakat bilan hech qanday faol temir yo'l ulashlari yo'q. Temir yo'l orqali boshqa mamlakat bilan savdo aloqalarini olib bormaydi. Shaharlar ichida Karakas metrosi 1983-yildan, Maracaibo va Valensiya metrolari 2006-yildan ishlaydi. Bu shu mamlakatdagi bir yaxshi tomoni deb qarash mumkin. Hop, ko'rganimizdek, temir yo'l joylashuvidagi yashil ko'rsatilgan yashil chiziqlarda bu rejalashtirilgan temir yo'llari hisoblanadi. Ko'k belgidagi esa bu qayta shu tiklanayotganini ko'rishimiz mumkin. Eng yuqori kichkinagina shu pushti rangdagi bu faol ishlab turgan temir yo'l. Judayam kam uzunlikda. Hop, asosiy muammo aytib o'tganimizdek ta'mirsizlik, yo'llar yaxshi ta'mirlanmagan, temir yo'llar ta'mirlanmagan yoki rejaga kiritilgan va amalga oshirilmagan. Shu
shu milliylashtirish sababli ushbu siyosatda yo'llar, aeroportlar, portlari o'sha rivojlanishiga e'tibor berilmadi. Shu yolg'onlashuvga olib keldi. Shu davlatdagi shu olimlarni chiqib ketishi, o'sha brain drain sababli, masalan, yaxshi quruvchilar, injenerlarni chiqib ketishi bu tizimni ham rivojlanmasligiga sabab bo'ldi. Hop, keyin havo bo'yicha odam tashish jihatdan ham 2013-yilda solishtirganda 2023-yilga kelib 65% ga kamayish kuzatilgan. Bu shu havo yo'llarida yo'lovchilarning kamligi ham, infratuzilmadagi muammolarni borligi iqtisodiy o'sishlarga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Hop, dengiz portlarini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda 3 ta xaritaga qarasak, chap tomondagi dengiz portlari, o'rtadagi neft quvurlari tarmog'i, o'ngdagi daryo yo'llari. Dengiz transportida 272 ta yuk kemasi, 31 ta porti, shundan 21 tasi neft terminali hisoblanadi. Eng muhim portlari bu Maracaibo xom neft eksporti uchun mo'ljallangan porti, Puerto Cabello va La Guaira Caracas porti hisoblanadi. Havo transportida esa dahshatli tushish, umuman past raqamlar. Yo'lovchilar soni aytib o'tganimizdek 2013-yilda 5,3 milliondan 2023-yilda 1,78 millionga tushdi. 65% kamayish. Bunga asos sabab xalqaro aviakompaniyalar bozorni tark etishdi. Shu aeroportlarda hech kim qaramadi, yomonlashdi. Umumiy o'sha muammo shu yaxshi aeroportlarni ta'mirlamaganligi, yo'llarni ta'mirlamaganligi, undan tashqari shu yangi aviakompaniyalarga yetarli sharoit yaratib berilmaganligi hisoblanadi. Iqtisodiy integratsiyasiga keladigan bo'lsak, Venezuela judayam ko'p xalqaro tashkilotlarda bor. Masalan, OPEC, ALBA, CELAS, Petrocarib degan tashkilotlarni asoschisi hisoblanadi. Undan tashqari Mercosur, G15, G24, G77 a'zosi hisoblanadi. Lekin bitta muhim narsa, rasmiy a'zo bo'lgan bilan amaliy integratsiya o'rtasidagi katta farq. Mercosurga 2012-yilda kirgan, 2016-yilda demokratik tamoyillarni buzganligi uchun chiqarib tashlangan. Andian hamjamiyatidan o'zi xohishi bilan chiqib ketgan. Ko'pgina tashkilotlarga a'zolik bo'lgani bilan rasmiy jihatdan, amaliy jihatdan hech qanaqa iqtisodiy integratsiyada qatnashmaydi. Qatnashish darajasi past hisoblanadi. Pastdagi OPEC jadvaliga qarasak, Venezuela orqali shu 2276 ming barrel kuniga shu savdo hisoblanadi, neft savdosi hisoblanadi. Lekin shu amalda bundan ancha past deb ko'rsatilgan kunlik ishlab chiqarish. Venezuela shu rasmiy jihatdan integratsiya bo'lgani bilan amalda tobora shu izolyatsiyalashib qolmoqda. Shu yangi hamkorlar Xitoy bilan Rossiya chiqdi. Endi ular bilan umumiy iqtisodiy integratsiyasini yaxshilashga harakat qilish kerak. Hop. Keyin iqtisodiy jihatdan chap tomondagi xaritaga qarasak, OPEC davlatlarini savdo oqimlarini ko'rishimiz mumkin. Venezuela esa shu mana bu pushta rangda Venezuela Lotin Amerika blokidagi eng kichik shu ulushga ega, atigi 28 ming barrel eksport qiladi. Bu inqirozning OPEC ichidagi aksini ko'rsatadi. CELAS 2011-yilda aynan Caracasda Chavez tashabbusi bilan tashkil topgan. O'ng tomonda Mercosur a'zolari ro'yxati, Venezuela ro'yxatda bor, lekin yulduzcha bilan belgilangan, ya'ni rasmiy a'zolikdan to'xtatilganligini ko'rsatadi. Venezuela juda ham ko'plab tashkilotlar yaratgan, tashkil topgan, lekin o'zi o'sha yaratgan tashkilotlarni qoidalarini o'zi buzib, chiqib ketgan tashkilotlar hozir faol iqtisodiy tashkilotlar hisoblanmaydi.